Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Yangi asr oshgan asarlar turkumi 20-asr o'zbek romani turkumiga kirgan asarlar va boshqa o'qimishli qissalar, romanlarni saralash mevasi. Abdulla Qodiriydek buyuk so'z san'atkori tamal toshini qo'ygan, yangi o'zbek adabiyoti yaratgan, zamon sinoviga dosh bergan, so'z sehriga oshufta elga manzur bo'lgan eng sara asarlarni tortiq etadi. Xalqning bolakayidan tortib turfa yoshdagi vakillari ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qanoatlantiradi. Kitob javonidan joy oladi. Turkumni o'tgan kunlar bilan boshlanishida ham ma'naviy vorislik namoyon bo'ladi. Yozg'uvchidan. Modomiki biz yangi davrga oyoq qo'ydik, bas biz har bir yo'sinda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz va shunga o'xshash dostonchilik, romanchilik va hikoyachiliklarda ham yangarishg'a, yangarmoq, yangilanmoq. Xalqimizni shu zamonning tohir zuhralari, chor darveshlari, Farhod Shirin va Bahromgorlari bilan tanishtirishga o'zimizda majburiyat his etamiz. Yozmoqqa niyatlanganim ushbu o'tgan kunlar yangi zamon romanchiligi bilan tanishish yo'lida kichkina bir tajriba, yana to'g'risi bir havasdir. Ma'lumki, har bir ishning ham yangi ibtidoiy davrida talay kamchiliklar bilan maydonga chiqishi, aqllarining yetishmaklari ila sekin-sekin tuzalib, takomilga yuz tutishi tabiiy bir holdir. Mana shuning daldasida havasimda jasorat etdim. Havaskorlik orqasida kecha turgan qusur va xatolardan cho'chib turmadim. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Moziy, o'tmish, o'tgan zamon. Shunga ko'ra mavzuni moziydan, yaqin o'tgan kunlardan, tariximizning eng kirlik, qora kunlari bo'lgan keyingi xon zamonlaridan belgiladim.